Baxkiga mana shu joyi bitta ko'rgin. Lo'qki bitta udar bo'lgan, mana nomiga chizilgan. Buffer yangi yarmashgan. $300 o'zingizga tejab qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Malibuchilar, bu videomiz sizlarga tegishli. Hozirga chiqayotgan Malibu XL avtomobillarida mana shu joyida slipoy zonasi bo'ladi. Bu akamiz ham Lo'qki DTP videoda ko'rsatilgandek, Lo'qki DTP bo'lib qolgan edi. Olib keldilar, mana shu slipoy zona xizmatimizdan foydalandilar. Akamiz oldin ham bizga kelganlar, xizmatlarni qilib berganmiz. O'zi bu mashina 2 turbina Premier emas. Akamiz kelib, mana shu duboviy, bilasizlar, Premierda guli bo'ladi. Polni hamma eshigini qo'yib, ikkita orqasiga abagirevlari bilan qilib berganmiz. Premier tablolari bilan qo'yib berganmiz akamizga. Xuddi shunaqa xizmatlar ham bizda mavjud. Bizda 2.4 Malibuni ham Premier ko'rinishga olib kelib qo'yish xizmat turlari bor. 2 turbinani ham Premier ko'rinishga olib kelib qo'yish xizmat turlari bor. Ichki ko'rinishmi, tashqi ko'rinishmi farqi olib kelsanglar, xudo xolasa ishinglarni chiroyli bitkazib beramiz.